Navbatdagi savolimizni ko'rishni boshlaymiz. Mol nisbati 4:2:1 bo'lgan mis, uglerod, temir 3:22 gram aralashma konsentrlangan sulfat kislotida eritilibdi. Uning hajmini toping. Demak, oddiygina proporsiya bizga mol nisbati beryapti. Aralashmani massasini beryapti, hosil bo'lgan gazlarni so'rayapti. Demak, 4 mol, 2 mol, 1 mol oladigan bo'lsak, chiqadigan gazlarni topdik. 4 mol mis reaksiyasida 4 mol esa chiqadi, 2 mol uglerod reaksiyasida 6 mol gaz chiqadi, temir reaksiyasida gaz chiqmaydi. Demak, 6 mol, 4 mol, jami 10 mol gaz chiqyapti. Endi dastlabki aralashmani massasini topish kerak. 4 mol mis, 2 mol uglerod, 1 mol temir oks massasi. Hammasini qo'shsak 440 gram aralashma bo'ladi. Undan 10 mol, ya'ni 224 litr gaz chiqarkan 22 dan qancha desak. Demak, 2 barobar kamayib, bitta virgul so'rilyapti. 2 barobar kamaytirsak 112, virgul so'rsak 11 litr gaz chiqar ekan. Ajoyib. Keyingisi tarozi pallalarida bir xil massada stakanlar qo'yilibdi. Birinchi stakanga 10 gram, ya'ni 0,1 mol kaliy gidrokarbonat, ikkinchisida ham 10 gram 0,1 mol kalsiy karbonat solingan ekan. Birinchisiga 50 gram xlorid kislotasi solinyapti. Foizini bergan, ichida 0,5 mol H-xlor bor ekan. Ikkinchisida unga ham 50 gram 4.9% sulfat kislota eritmasi qo'shilyapti ekan, ya'ni solinyapti ekan. Unda 0,05 mol sulfat kislota bor ekan. Endi qaraymiz. Agar eritmada 10 gram kaliy gidrokarbonat solinsa, demak 44 gram karbonat angidrid gazi chiqadi. Ortish kaliy gidrokarbonat hisobiga 44 karbonat angidrid hisobiga kamayish, shunda 56 gram umumiy ortish bo'lar ekan. 1 molga 1 mol kirishsa. Endi kaliy gidrokarbonatimiz 0,1 bo'lsa, unga 0,1 mol H-xlor ketadi, ya'ni H-xlor ortiqcha bo'lgan va 5,6 gram ortish bo'lar ekan. Demak, birinchi stakanning massasi 5,6 gramga ortar ekan. Ya'ni 50 gram eritmaga 5,6 ni qo'shsak, 55,6 gram bu birinchi stakandagi eritmaning umumiy massasi. Ikkinchisida kalsiy karbonat 100 gram, u reaksiya qilsa 44 gram karbonat angidrid chiqadi, 56 gramga eritmaning massasi ortar ekan. Agar kalsiy karbonat 1 mol bo'lsa, unga 1 mol sulfat kislota sarflanadi. Demak, 0,025 mol sulfat kislotaga 0,025 mol kalsiy karbonat bu yoqda hozir yo'q. Ishlayga oxirigacha 0,025 mol kalsiy karbonat sarflanadi reaksiya bo'yicha va 1,4 gram demak ortish bo'lar ekan. Tushunarli, demak 1 mol kalsiy karbonat sarflansa 56 gram ortish, 0,025 mol kirsa qancha ortish? 1,4 gram ortish. Demak, ikkinchi stakanning massasi 1,4 gramga ortar ekan. 51,4 gram bo'lib qolar ekan massa. Endi ko'ramiz qaysilari to'g'ri deyapti. Birinchi stakanning massasi ikkinchisidan 3,3 gramga yengil. Birinchi stakanning massasi 55,6, ikkinchisiniki 51,4. 4,2 ga farq qilyapti. Demak, 3,3 ga farq qiladi degan xato. Ikkinchi stakanda 8,9 gram kalsiy karbonat ermay qoladi. Xato. O'zi 10 gram, ya'ni 0,025 mol kalsiy karbonatni yo'q, o'zi 10 gram, ya'ni 0,1 mol kalsiy karbonat bo'lgan. 2,5 reaksiyada sarflanyapti. 10 gramdan 2,5 desak, 7,5 gram kalsiy karbonat ermay qolyapti. Ya'ni unga sulfat kislota yo'q, yetmay qolgan. Mana shu javob bo'lishi kerak. U ham emas, xato. Demak, 1 ham 2 ham xato ekan. Demak, barcha fikrlar noto'g'ri degan D javob bo'lar ekan. Xo'p, keyingisida demak natriy xlorid eritmasi elektroliz qilinganda 0,2 mol gazlar chiqdi. Elektrodlarda qancha alyuminiyni eritsak bo'ladi va ya'ni ana shu alyuminiy eritganimizda qancha gaz chiqadi deb savol beryapti. O'zi natriy xloridning molini topsak 0,6 mol, uni yozibman mana 0,6 mol. O'zi natriy xloridni elektroliz qilsak 2 mol natriy xlorid elektroliz bo'lsa 2 mol gaz chiqadi, vodorod xlor va 2 mol natriy OH hosil bo'ladi. Bizda 0,2 mol gazlar chiqqan bo'lsa, umumiy elektrolizga uchragan natriy xlor topdik 0,2, natriy gidroksid topsak 0,2. Natriy xlor 0,6 mol bor edi, 0,2 sini vaqtida elektrolizga uchrabdi. Bu degani ortib qolgan natriy xlor, ya'ni to'kkan bo'lgan. Endi alyuminiy bilan ishqor reaksiyasini yozdik. Mana kompleks hosil bo'ladi, vodorod hosil bo'ladi. 1 mol natriy OH sarflansa
demak 36 litr, ya'ni 1,5 mol gaz chiqadi. 0,2 mol sarflansa qancha? 6,72 litr S javob bo'lar ekan. Keyingisi fenol, glitserin, formaldagi ketuvchi sifat reaktivlarini ko'rsating deyapti. Fenol uchun yo temir 3 xlorid, ya'ni temir 3 tuzlari yoki brom bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Glitserin uchun, ya'ni ko'p atomli spirtlar uchun miski gidroksid, formaldagid uchun kumush oksidining amakda eritmasi uchun hammasini bir-biriga juftlab yozadigan bo'lsak 2,3,1 degan javob bo'lar ekan. Keyingisi quyidagi birikmalarning ionliligi ortib borish tartibida joylashtirilgan. Endi bu yoqda elektromanfiyliklar ayirmasini ko'rib chiqishingiz kerak-da. O'sha tartibda joylashtirsangiz, demak D javob bo'ladi. Shu joyda aytib ketish kerak, mana bu yerda endi qaysi birikmada ionlilik eng yuqori bo'ladi? Qaysi biridagi, demak eng yuqori bo'ladi aktiv metal va ftorda. Bu yerda hozir natriy, litiy, ftor haqida gap ketyapti. Ularning ichida eng, demak, o'sha asosiylik xossasi eng yuqorisi nisbatan guruhchida kaliy bo'lyapti. Bu yoqda metal masdagi eng yuqori qaysi birida bo'ladi? Ftorda bo'ladi. Demak, kaliy ftorda eng yuqori bo'ladi ionlilik. Eng past qaysi birida bo'ladi? Litiy bilan xlorda bo'ladi. Litiy xloridda. Demak, pastda litiy xlor bo'ladi, 4 dan boshlanadi. Eng yuqorisi kaliy ftor, bu 6 bo'ladi. Demak, 4 dan boshlanib 6 gacha bo'lishi kerak ekan. Shunda A bilan C chiqib ketadi. Qolganini ko'rasiz. Endi eng birinchi litiy xlor bo'lsa, undan keyin natriy xlor, undan keyin kaliy xlor, ya'ni birinchi xlorga nisbatan olganda mana shunday ketma-ketlikda bo'ladi. Undan keyin ftorga nisbatan olsak litiy ftor, litiy ftorid, natriy ftorid va kaliy ftorid. Mana shunday ketma-ketlikda oldim. Men ko'rishingiz mumkin, balki qaysidir joyi xato bo'lib qolishi mumkin. Mana shunday ketma-ketlikda oldim, shunda D javob chiqdi. Keyingisi quyidagi indikatorlar ishqoliy muhitda rangini juftlab chiqishimiz kerak ekan. Juftlab chiqamiz, B javob. Keyingisi bizda mis sulfat eritmasi elektroliz qilinganda eritmani massasi 58 gram kamaydi, atomlar soni 4 molga kamaydi. Suv bilan tuzni elektrolizni yozdik. Demak, kamayish 80x tuz reaksiyasida, 18y suvning reaksiyasida. Atomlar kamayishi 1 mol mis atomi, 1 mol kislorod atomi. Jami 2x kamayish, suvning reaksiyasida 3y kamayish atomlar. Demak, massalarni 58 ga, atomlarning molini 4 ga tengladik. X 0,5, y 1 chiqdi. Demak, x ya'ni mis sulfatning moli, y suvning moli elektroliz uchun. 0,5 mol mis sulfat uchun 1 farad ketadi. 1 mol suv uchun 2 farad tok ketadi. Jami 3 farad tok ketgan ekan. Ya'ni 3 farad tok o'tgan ekan eritmamizdan. Keyingisi bu masalada formulaga tashlasangiz ham bo'ladi. Men formulaga tashlamadim. Demak, dastlabki eritmamizda o'zida qancha tuz borligini topishimiz kerak ekan, ya'ni necha foiz tuz borligini topishimiz kerak ekan. Birinchi navbatda dastlabki eritmaning massasini topdik. Massani topish uchun zichiga hajm ko'paytirdik. 110 gram bu dastlabki eritma. Endi qo'shilayotgan eritma 220 gram ekan, zichiga 125 bo'lsak, eritmaning hajmi kelib chiqadi va buni litrga o'tkazib yuborsak, demak bizda 0,176 litr eritma qo'shilgan ekan va uni molyar konsentratsiya ko'paytirsak 0,49 mol tuz ekan, 0,44 mol tuz ekan, 0,44 mol tuzni massasini topish uchun 200 molekulyar massaga ko'paytiriladi. Kalsiy piramidda 88 gram ekan. Hosil bo'lgan eritma o'zi dastlab 110 gram eritma bor ekan, 220 qo'shilsa 330 gram eritma olinadi 100%. Hosil bo'lgan eritma 30% tuzdan iborat ekan. Ana shu 30% ni topsak 99 gram. Demak, oxirida 99 gram tuz bo'lgan. Qo'shilayotgan eritmada 88 gram tuz bo'lsa, dastlabki tuzni topish uchun jami tuzdan 88, ya'ni ikkinchi eritmadagi tuzni ayiramiz. 11 gram bu birinchi eritmadagi tuz. Birinchi eritmamiz 110 gram 100%, ichidagi 11 gram tuz necha foiz? 10% chiqar ekan. Keyingi savolimizda quyidagi ketma-ketlik orasida x1, x5 mahsulot orqasi alkanlarning qaysi vakili? Ya'ni alkan bor ekan, mana shu x1 dan x5 gacha. Qaysi alkan deyapti? Qisqasi bunda reaksiyalar bilishingiz kerak. X3 metan ekan va ana shuni so'rayapti. Ajoyib.
Keyingisi 0.9 mol gaz holatda butan, metan va alken iborat aralashma bromli suvdan o'tkazilganda idish massasi 1608 ga kamaydi. Demak, 1608 gram alken bo'lgan hajm, ya'ni gazlarning molekulyar soni 1,5 marta kamayibdi. 0.9 mol edi, 1,5 marta kamaysa 0.6 mol gazlar qoladi. Bu butan bilan metan. 0.9 moldan 0.6 qolsa, bu degani 0.3 alken bo'lgan. 0.3 mol alkenni o'zi 1608 gram, 1 mol alken qancha desak 56 chiqadi. Bu buten ekan va uning bitta atomi, bitta molekulyar tarkibidagi atomlar soni 12 ta ekan. Ajoyib. Shunaqa do'stlar, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.